Nimadan olsak? Sekret ukuldan. Sekret ukol. Sehrli ukol, sekret ukol. Yana shifobaxsh ukol. Oyoqlar qanday? Ana bu yaxshi bo'ldi ukol qilamiz. Biz ham qilasizmi? Xudo xolasa bugun qilamiz-a? Sehrli nima ekan? Nima edi? Sehrli ukol. Sehrli ukol. Necha kilo vazn tashladingiz o'tgan safargidan hozirgacha? 30 kilo. 30 kilo. Yana necha kiloga kelishdik? Yana 30 kiloga. Xudo xolasa 6 oyda yana 30 kilo tashlaysiz. Siz shifokorlarni men har dardga darmon bilmisham, mehribon jondan aziz, hurmatli inson bilmisham. Sizlarni bitta ishlaringiz bu. Prosta yashab berish kerak, tamom. Oyoqlar qanday? Oyoq ahvoli. Oyoqlarim yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Yaxlamayaptimi? Yo'q. Qoldimi og'riqlari? Joyidami? Boshni og'rig'i? Qolgan. Aniqmi? Oyoqlar necha foiz yaxshi? 80% yaxshi oyog'im. Ay, maşallah. Oyoqlar qanday? Oyoqlar ham yaxshi, 50-60% pashti, yaxshi. Bitta ukol qildik-da, menimcha. Bitta ukol qildik. Nimalar o'zgardi shunda? Plus minus. Oyoqlar qoldi, og'riq bu oyog'im. Qoldi? Aha. Keyin uxlar yaxshi bo'ldi. Oyog'imning barmoqlariga issiqlik o'tib qoldi. Issiqlik bordi, Xudoga shukr. Qandli diabeti bor bemorlar, bizda davolanayotgan qandli diabet bilan bemorlar haqida ma'lumotlar juda ko'pchilikka qiziq. Aynan bizning uslubimiz, aynan bizda davolanayotgan bemorlar haqida ko'pchilik so'raydi. Va shunchaki meni bir kunlik obxotim. Hozir shunchaki chiqamiz, hech kim ogohlantirilmagan, hatto qayerdadir narsalar alg'ov-dalg'ov bo'lib yotgan bo'lishi mumkin. Chunki biz hech kim ogohlantirmayapmiz. Shunchaki obxot, har kungi obxot, shunchaki har bir bemor bilan gaplashamiz va ularni shunchaki fikrlarini berishga harakat qilamiz sizga. Har qanday qandli diabet bilan kurashayotgan insonlar mabodo davolanishga to'g'ri keladigan bo'lsa, ular tartibli va intizomli va standartlarga asoslangan holda qilinishi kerak. Hech kim o'zboshimchalik bilan uyda alohida hamshiram bor, o'zimni tanishim bor, tanish doktorim bor deb davolanganni biror kishiga foyda bermagan. Hali bundan keyin ham shunchaki ba'zida muammolarni ko'paytirganiz holati xolos. Biz shunchaki xolisona fikrlaymiz va xolisona ko'rsatamiz har birini. Agar sizga qiziq bo'lsa, hoziroq bosing o'sha qo'lchani, o'sha laykchani bosing. Shu bu muammolardan aziyat chekayotgan insonlargacha toki yetib borsin va ular siz orqali o'zlarini qaysidir og'riqlarga yechim topishsa, bu savobni bir qismi sizga ham tegadi. Hojonam, hojotam, hoja akalarim, ukalarim, bemalol qo'rqmasdan o'shani bosavering. Sizdan hech kim hech narsa yechib olmaydi va ishoning, shunchaki bizni qo'llab-quvvatlashingiz orqali biz siz uchun maksimal darajada foydali bo'lamiz. Sizga kerakli har qanaqa ma'lumotlarni juda ham sodda qilib yetkazib beramiz. Sizdan so'raladigan yagona narsa shunchaki qo'llab-quvvatlang. Aynan qandli diabetning turli xil asoratlari bilan ko'proq menimcha oyoq muammolari bilan kim davolanyapti, shunchaki xolisona fikrlashamiz. Temboli bugun dushanba, 2 kun men yo'q edim, dam olishda edim. Shunchaki klinikadagi shart-sharoitlar haqida bir ikkitasidan so'rab ko'ramiz va ulardagi o'zgarishlarni so'raymiz. Ketdik. Oyoqlar qanday? Ana bu yaxshi bo'ldi ukol qilamiz. Biz ham qilasizmi? Xudo xolasa bugun qilamiz-a? Sehrli nima ekan? Nima edi? Sehrli ukol. Sehrli ukol. Qaynapam har kun sizni ko'radilar, salom aytadilar. Mana shu 30-17. Salomat bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. O'sha kishi joylashtirdi, keyin aytdik, salom ayting, sehrli ukol qildimi senga? Ha, dedim. Yaxshimi oyog'ingiz ancha? Ha, yaxshi bu. Yaxshi, ha? O'zingiz yaxshi. Nimaga naskingiz yo'q? Naski kiysam isib ketadi oyoq. Yo'q, bunaqa gap yo'q-da, xolajonim. Men u kuni aytdim-ku, faqat yotgan vaqtingizda benaski yotishingiz mumkin. Faqat yotganda. Qolgan hamma holatda bir bakal suv olgani, tualet chiqqani farqi yo'q. Oyog'ingizda naski bo'lsin. Kelishdik? 2 kilo vazn tashladingiz o'tgan safargidan hozirgacha? 30 kilo. 30 kilo. Yana necha kiloga kelishdik? Yana 30 kiloga. Xudo xolasa 6 oyda yana 30 kilo tashlaysiz. Men sizdan diabet tashxisini olib tashlayman. Mana hozir shu safarga aytdim-ku sizga qo'shimcha qancha tashxislarni olib tashladim. Bor edi, 3-4 tashxis bor edi, olib tashladim shu safarga 30 kilo vaznga. Yana 30 kiloga hamma tashxislarni olib tashlayman, Xudo xolasa. Gap, va'da. Agar yana 30 kilo tashlab kelsangiz, bu safar, shu safar 5% skidka berdim, bu safar 10% skidka beraman o'sha. Joyiga tushadi, hammasi bo'ladi, faqat vaqt kerak, xolajon. Vaqt hamma narsani o'zgartirishga yordam beradi bizga.
zo'r she'r aytib bermoqchi edimda, rahmat o'tiraman. Ayting. Siz shifokorlarni men har dardga darmon bilmisham, mehribon jondan aziz, hurmatli inson bilmisham. Xalqlarimizga dog' tushmasin iloyim. Iloyim aytganingiz kelsin. Duo qiling xolajon har doim. Xo'p. Siz duo qilsangiz agar bizning imkoniyatlarimiz yana kengayadi. O'sha imkoniyatlarni qayta yana o'zlaringizga ishlatamiz. Birozgina massaj kerak sizga, birozgina dorilaringizni yozib beraman, to'g'rilab yurishingiz kerak, tamom. Hammasi joyiga tushadi. Faqat qandni boshqarishni siz o'rganishingiz kerak. Sizga bu qoida. Ya'ni har kuni qand 8 dan ko'tarilmasligi shart. Necha shakarlar? 5-9 qandlari, 20-80 qolmoqda. 5-9, to'g'rimi? 5-6. Hammasi normal. Muhimi xuddi ana shunday yurishingiz kerak. Xo'p, xolajon. Agar ana shunday yursangiz, hech narsa ham bo'lmaydi. Agar imkoni bo'lsa, bir oydan keyin bir marta kelib ketsangiz agar, men bitta baholab beraman holatingizni, xo'pmi? Shunday kelasiz, ertalab 1,5 soat vaqtingizni olamiz, xo'p? Tamam. Mumkinmi tekshirishga kelib ketish? Da, конечно, mumkin, nimaga mumkin emas? Sizlar shu yerda endi iloji yo'q, bular Qoraqalpog'istondan kelganlar, har oy kela olmaylar. Sizlar shu yerda ekan. Shunday kelib, bir oyda bir ko'rinib ketsangiz bo'ladi tinchgina. Endi bularni faqat qachon davolashga olamiz, tamom. Ahvolingiz qanday? Yaxshi. Zo'rmi? Nima kamchilik? Kamchilik yo'q. Nima ko'pchilik? Oyoqlarim mana shu oyog'im qancha o'rg'i bor. Tizam ichiga. Tizzani ichigada, o'sha tizzama. Lekin qolganichi pastdagilari hammasi yaxshi bo'lamancha, normalmi? Normal deyman. Holsizlik. Behol edim, ho'l. Yaxshi. Bijonda edim. Shuna bil qo'lni Yengillashdingizmi? yengil. O'zingizni eplay olyapsizmi? Ilon. Tamom, xolajon. Gap yo'q. Bu tizda endi tizda artroz bor, sizda iloji yo'q, ana kattalashib ketgan-ku bu artroz bu. Travmatolog aytganman, Xudo xolasa bugun yana bir kelib ko'rib beradi u travmatolog. Faqat nima qilish kerak? Nima ishingiz bor? Yashab berishingiz kerak, tamom. Sizlarning bitta ishlaringiz bor. Prosta yashab berish kerak, tamom. Nimalar o'zgardi? Ko'p nima o'zgardi. Agar menga yana ana plazmadan qilsangiz, u kuni shunday yaxshi edi. Yavrlar уже hamma yavrlarni o'bishib ketgan. Maza qildingizmi? Maza qildim. Agar yana bitta bo'lsa, nima qilasiz? Yana ham maza qilarsiz, ha? Yana yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa, ko'ramiz. Qoraqalpoqda birinchi bo'lib qarashdim. Qoraqalpog'istondan nima qilamiz endi? Mehmonlarga bitta qo'yib beramizmi? Qo'yishimchi? Menga qo'yib bergandan ham yaxshi agar shu yaxshilab davo qilsangiz. Oyoqlar qanday? Oyoq ahvoli? Oyoqlarim yaxshi. Yaxshi bo'ldimi? Yaxlamayaptimi? Yo'q. Qoldimi og'riqlari? Joyidami? Necha foiz yaxshi bo'ldi? Xolisona, shunchaki qanday? 80-90% yaxshi. 80. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Necha shakarlari? 5-7 qandlari, 20-80 qolmoqda. Qanday ahvol? Kayfiyatlar qanday? Zo'r. Nima gap? Yaxshi hammasi joyida. Nima kamchilik? Kamchilik endi mana shu qo'l uyib oyoq uyushadi, mana oyog'imda ozgina nima qoldi, qo'llar yaxshi kechib ko'rganda. Qo'l yaxshi bo'ldimi? Beshim yengilladi sal. Bosh ham ochildimi? Xursandman. Siz xursandmi? Endi mana shu oyoqqa bitta ukol qilib qo'ysangiz bu. Siz o'zi ukol uchun kelgan yo'q edingiz. U shunchaki bonus sifatida qilingan edi. Nima qilamiz? Qilamizmi yana bu kishiga, yo'qmi? Bitta oyoqqa qilib qo'ysangiz bo'ldi. Ha? Tamam. Qayerdan? Namangandan edingiz, ha? Tamam. Necha kun bu kishi o'chirtda ham turganlar, yana kamida kelib, shofer konda bir hafta ham yurdim dediz-a, tanishlarda. Gap yo'q. Tamam, bugun qilib beraman, Xudo xolasa. Yozdingizmi? Yozing. O'zingiz yaxshimi? Zo'rman. Qolgan hammasi normalmi? Yo'q, yaxshi, rahmat. Nima kamchilik? Kamchilik yo'q. Qorin to'yaptimi? Ovqat yaxshi yeydi. Aniqmi, joyidami? Joyida, zo'r. Nima gap? Yaxshi, yengilman. Nima kamchilik? Kamchilikni ayting, yengillik qo'ying. Xo'rlar, peshob zo'r ketibdi, yengil bo'laman ketgan. Хорошо. Endi sekin, erkin, ovqatga nisbatan faqat boshqa ishga emas. Boshqa ishlarni tezroq qiling. Faqat ovqatga nisbatan shunday qilib, erkin chaynab, so'lak qilib yeyishni boshlasangiz agar o'zgaradi. Telefon kovlamasdan ovqat yeyish kerak. Telefon kovlab ovqat yesangiz nima yeganingizni bilmaysiz, ketib qoladi. Telefon kovlamasdan diqqatni faqat fokusni ovqatga qaratib, chaynab yeyish kerak, tamom, o'zgaradi. Oxir opa qanday ahvolingiz? Kayfiyatlar qanday? Shakar qiz bo'libsiz-ku? Rahmat, opajon sizga. Bosh og'rig'i qoldimi, yo'qmi? Boshim og'rib qolgan. Boshning og'rig'i? Qolgan? Aniqmi? Ha. Yozib oldingizmi kishi gaplar, yozdingmi? Boshim yaxshi. Shunday bir umuman boshim og'rimagan. Shu. Sizda nima deydi? Shu safar qilgan eng katta ishingiz bu boshingizda og'rig'ini tuzatib ketganingiz bo'ladi-da. Qandni o'lchash kerak. Doimiy.
O'rgandingizmi? Men borni nima qilay, ishlatib turish kerak uni. Men aytaman har safar bitta narsa o'rganib ketinglar, iltimos deyman. Iltimos sizlardan bitta har safar kelgan narsa o'rganib ketsangiz, o'zingizni asraysiz. Nima gaplar? Gap, yana bitta oyam ukol qilsangiz, Xo'p. yaxshi bo'laman. Yo'q, qayerdan bilasiz bitta ukol qilsam yaxshi bo'lishingizni? Ishda olaman-ku. Ha, hozirchi o'zi yaxshi emasmisiz? Hozir ham kecha 7:1 ga bordim-da aylanishga. O'shanda Voy, yurganimda. ala. Ozgina og'riq bo'ldi-da, doktor. Ozgina. 7:1 ga men aylanishga borsam, oyog'imni ko'tara olmayman. Oyoqlar necha foiz yaxshi? 80% yaxshi oyog'im. Ay, maşallah. Ana shunisi yana bitta qilsangiz, aha, 100% yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'laman. Hamma narsa o'zlari biladi. O'zingizni bitta baholab bering qani. Holatsizni baholab bering. Zo'r, To'g'risini aytavering. Yo'q, yaxshimi? Bu kishini nima uchun qildik sizga? Qo'l bir kun qildik. Qo'l boshingiz uchunmi, qo'lingiz uchunmi, nima uchun? Oyoq. Oyoq uchun qildik-a? Yaxshi bo'ldimi? 100%. 100%. Joyida. Kamchilik. Qanday qaltirash bo'ldingizmi? Ha, ertalab davrinam ko'tardim, qaltiradim. Qaltiragan paytingiz chaqirdingizmi? Ha, chaqirdim. Davlina necha ekan? Saxrim o'lchadilar. Necha ekan? 6 ekan saxir. Davlina necha? Davlinam ozgina o'nta oshdi. Hay, u juda unay strashni biron narsa yo'q. Endi qaysidir narsalarni nima deydi, o'tish etapida, u yoqdan bu yoqqa o'tish paytida shunaqa holat bo'lishi mumkin. Hech qisi yo'q, normal hammasi. Aslida normal lekin. Yo'q, yaxshi, zo'r. Shakarni boshqarsa bo'lar ekanmi? Aha. 15 yurmasa ham kun o'tar ekanmi? Non yemasa ham kun o'tar ekanmi? Ovqatni kamroq yesa ham kun o'tar ekanmi? Hech narsa naborot yengilroq bo'lar ekanmi? Oyoqlar qanday? Oyoqlar ham yaxshi, 50-60% pashti, yaxshi. Oyoqlaringiz yaxshi, 50-60%. O'zingizni yaxshi his qilyapsiz. Yaxshi topman avval. Normalmi hammasi? Nima kamchilik? Ko'pchilik nima? Kamchilik yo'q ekan mayli. Kamchilik yo'q. Qorin to'yaptimi? Qorin to'yapti. Ovqat normalmi? Hammasi joyidami? Hammasi joyida. Bosh yengilmi? Bosh yengil. Oyoq qo'llar hammasi normalmi? Endi shu sekretdan bitta olsak, bunisiga. Xudo xolasa. Bugun qilamiz, xo'p? Tamam. Xo'sh, to'g'riginam gapiring qani? Navbat sizga. Qanday ahvolingiz? Yaxshi ahvol. Charchamayapsizmi? Qancha o'zgardi deyapman. O'zgardimi, o'zgarmadimi? O'zgardi. Necha foiz o'zgardi? Aytyapman har safar 60-70% ga. Hozir necha foiz bo'ldi ana shu? Shu 60-70%. 60-70%. 60-70% o'zgardimi, 60-70% bormi? Yo'q, o'zgardi. 60-70% o'zgardi, ha? Sizni bezovdaligingiz ketdimi? Shu oyoq ana kechasi turg'izib bezovda qiladigan shular ketdimi? Qorindan bo'lishlari ketdimi? Ketdi. Ular normal bo'ldimi? Yengil bo'ldingizmi? Endi qolganiga bir oy massaj qilasiz, yengil massaj. Yengil massaj. Chunki bitta narsani tushuning. Sizda o'zi diabet bo'lganiga 1 yil bo'lgani yo'q, to'g'rimi? 1 yil bo'lgani yo'q. Men sizga boshidan ham aytgan edim. Sizning oyog'ingizning muammosi bu yillar davomida yig'ilgan boshqa muammolar. Bu saxirniki, chisti saxirniki emas bu. Qo'shilgan, lekin chist emas. Lekin o'sha bo'lganda ham, boshqa bo'lganda ham baribir ham bitta kursda hammasi to'liq yo'qolmaslik ehtimoli katta. Chunki u biz oyog'imizni almashtirmayapmiz-ku. Bu yerda vaziyat bo'ladi, har xil holat bo'ladi-da. Bir oy davomida yengil massajcha qilib yurasiz. Bir oy davomida yengil massajcha qilib yurasiz. Necha foiz o'zgaradi ana? Agar to'liq yaxshi bo'lmasangiz, 3 oydan keyin men sizni qayta ikkinchi kursga olaman davolashga. Qarang, necha kundan beri bu kishi bu yerda davolanibdilar? 4-kun, ha, 4 kun bo'libdi. Bitta ukol qildik-da, menimcha, bitta ukol qildik. Nimalar o'zgardi shunda? Plus minus. Oyoqlar qoldi, og'riq bu oyog'im. Qoldi? Aha. Keyin uyqular yaxshi bo'ldi. Uyqular yaxshi bo'ldi. Xo'p. Hamma yengilman. Aha, qo'l bor ha hozir. Men sizga u kun aytgan edim, bitta, birinchi oyoq, keyin qo'l, navbatma-navbat, baravariga hamma narsani o'zgartirishni xohlaysiz-a? Nima qilamiz? Oyoqni yarmini hozir chala qoldirib qo'ldan boshlaymizmi? Yo birinchi oyoq to'liq tuzatib keyinmi? Keyin. Qo'lingizni ustiga yotmang yana. Yotgani yo'q. Ya'ni ko'pchilik unday qiladi-da, og'riq bor deb shu og'riq ustiga battar bosadi. Qo'lni undan battar bo'ladi keyin. Iltimos. Oyog'ingiz ancha yaxshimi hozir? Yaxshi. Ko'ramiz. Masalan, bugun davay bitta ish qilib bering mayli. U kungi qilganimizdek taxlang shu kishiga. Ya'ni shu qo'llar uchun ham baravariga bitta qilib beraylik. Bo'ladimi? Tamam, charchamang. Oyog'imning barmoqlariga issiqlik
o'tib qoldi. Issiqlik bordi, Xudoga shukr. Issiq yaxshi ekanmi? Hamma dod deydi, issiq naskini yechib olib. Oyog'im ismasdi, barmoqlarga bormasdi. Aha. Barmoqlarga issiq bo'lib qoldi. Ahvolingiz yaxshimi? Hammasi joyidami? Ammo unda insulinni kamaytirsa ekan. Kamaytirdim kecha. Sizga ozgina miqdorda qoldirdim. Nima uchun? U ham nima deydi? Dilyapchet deydimi? Kechda tabletga o'tkazib qo'ying. Apetitni to'g'rilab berish uchun, tamom. Yo'q, paka shunday olavering. Hali aytibman, arzimas doza berganman. 2 ta tabletkadan ko'ra shu arzimas doza sizga yetarli. Aytdim, bolalar tushirib tashlabdi. Insulin tushib ketdi. Tushirdim-ku, kamaytirdim-ku keyin shu uchun. Shu uchun kamaytirdim kecha. 12 ta edi. Kecha 8 ta qilib berdim. Tamom. Yetadi sizda o'sha ishni. Bugun kechqurun yaxshi o'tdimi? Yaxshi. Tamom, kamaytirdim. Kerak bo'lsa yana 8 tadan yana bitta 2 ta kamaytirishingiz mumkin o'sha. 6 ta qilib qo'ysangiz ham mayli. Sizga yetyaptimi? Yetyapti. Tamom. Sizga o'zi uncha bu ham kerak emas o'zi. Bemalol yursangiz bo'lardi. Men faqat ovqatlanishingizni to'g'rilash uchun, energiyani qisman oyoqqa yetkazish uchun berganman uni. Vaqtinchalik 1-2 oy ko'raylik. Yana kerak bo'lsa olib tashlayman keyin. Polni olib tashlayman hammasini, xo'p? Bu qandaysiz? Men yaxshi. Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi. Meng topishkaysiz. Yaxshimi ahvolingiz? Yaxshi bo'ladi. Bering qo'lingiz. To'g'ri ishlang qo'lingiz. Qo'l yaxshi bo'ldimi? Mana. Yaralar ketib, cho'tki bo'libdi, ha? Chiroyligina bo'lib. Yaxshi bo'ladi. Qanday? Oyoq, qo'l ahvoli qanday? Yaxshi, normal. Oyog'ingiz bilan qo'lingizning ahvoli. Bunga og'riq bor. Qancha bor? Aytavering. 60% nima u? Yaxshi bo'ldimi, 60% bormi? Yaxshi bo'ldi. 60% yaxshi bo'ldi. Yengilmisiz? Yengil. Oyoq aytganini qilyaptimi o'sha? Boshqara olyapsizmi? Qo'l yaxshimi? Qo'l yaxshi. Boshqara olyapsizmi? Tamom, qolgan chalalari ham ketadi endi Xudo xolisa, xo'p. Muhimi nimadir o'zgargani. Sekin-asta qolgani yaxshi bo'ladi. O'zgardimi? Shakarlar necha ekan o'sha? 6ga 6 tushdi. Qiyin emas ekanmi shakarni boshqarish? Adash tog'a. Siz qanday? Rahmat xudoga. Kayfiyatlar qanday? Nima gap? Yaxshi, tinch. Nima kamchilik? Kamchilik yo'q. Nima ko'pchilik? Ko'pchilik ham yo'q, hamma joyida. Hammasi yaxshimi? Siz ham Qoraqalpog'istondaningizmi? Yo'q, Olmaliqdan. Ha, Olmaliqdan. Tak. Oyoqlarni, qo'lni, orqadagi kurakda og'riq bor edi. Ozgina bor-da, bugun kechasi. Qaysi biriniki ozgina bor? Ikkitasi ham bor. Kurak o'zi qo'yib yubordimi? O'rtasi ushlab turibdi-da. Ozgina joyi. Qanchasi o'zgardi o'zi? 40% yaxshi bo'lib ketdi. 40% yaxshi bo'lib ketdi. U massajdan keyin ochilmadimi qaytib? Yo konditsionerda yotdingizmi? Yana qaytib. Yo'q, konsert yoqmadik. Yoqmadingizmi? Yo'q, muzlaydi. Kechqurun salqin bo'lgan paytda ko'chada Yo'q, shu yerdan chiqmayapti. Shunga bugun yaxshi bo'lgan sholarni qo'ldan qo'ysa yaxshi. nima bo'lsa? Qo'ldan. Qaysi ukolda? Sholardan. Nima? Sehrli. Ular o'rgandi. Yaxshi. Bitta bo'lsa 100% yaxshi bo'ladi. Shunaqami? Xudo xolasa. Yaxshi. Biz har kun sizni sahringizni o'lchash qoidasini qo'yishimizdan maqsad shunchaki bekorchilikdan rasxod qilish emas. U sizga mana shu odatni shakllantirish uchun. Ya'ni siz agar o'rgansangiz shuni, o'zingiz uchun o'rgansangiz, bir umrga yutdingiz degan. Asosiy narsa o'zi shunda. Oyoqlaringiz qanday? Oyog'im bir shu tagiga borib jirgizadilar. Necha foiz qoldi? Ancha qoldi. Ana bu Yo'q, challasi necha foiz qoldi ana? Endi 120 ta qoldi. 20 ta qoldi. 80% yaxshi degani bu, ha? Chiqsa yo'q. Bir oy davomida yengil massajcha qabul qilasiz. Men aytdim-ku, agar to'liq o'tib ketmasa, 3 oydan keyin ikkinchi kursga olamiz. Ya'ni xuddi shuni davom ettiramiz, ikkinchi kursini. Agar to'liq o'tib ketsa 1 oyning ichida. Shu tamom, keyingi davolash etaplarida kelaverasiz. 5-6 oy, 7 oy, 1 yilda. Ahvolingizga qarab, holatingizga qarab, xo'pmi? Tamam. Lekin qandni boshqarish shart. Bu sizga uyquzda ham, turganingizda ham, o'tganingizda ham asosiy narsa. O'z-o'zingizdan yig'lamang, bu odatni esdan chiqaring. Hammasi yaxshi ekanligini his qildingizmi? Yomon emas ekanligini, hammasi joyida ekanligini his qildingizmi? Xursandman.